Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, bizni kuzatuvchilarimiz. Hop, bugun bizda yana yangilik. Anchadan beri video qo'ya olmadim, ba'zi bir sabablarga ko'ra, xudo xolasa bundan beri yana videolarni to'xtatmay qo'yish harakat qilamiz okalar. Bo'lmasa biz videoni boshlaymiz, gap cho'zib o'tirmayman. Kanalga obuna bo'lib, bir dona like bosib qo'ysanglar, aktiv juda tushib ketdi, ko'tarib yuboramiz okalar. Iltimos qilaman. Bo'lmasa biz bir chekkadan boshlaymiz. Bu yerda mana to'sinimiz, strapilamiz, yangilik taxtalarimiz kelgan. Hop, bugun tushgan yangi lapshamiz bor. 75 ga qaraylik 1.7lik. Ko'rishinglar mumkin, holatlari zo'r. Mana qiz 78 qaraylik 1.8 ko'rsatadi, uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Toza pachkali yog'och. Bu yerda esa 11 ga 3.5, uzunligi 4 metrlik bo'lgan strapilamiz bo'ladi. Holatlari xudo xolos zo'r. Shu bitib bo'lsa ikki taraf bo'ladi okalar. Ikki tarafi xudo xolos oppoq chiroyli. Xo'p, razmerlarni aytdim. Narxiga keladigan bo'lsak, bu narxini okalar 56 ming so'm narxi beramiz. Uzunligi esa 4 metrlik bo'ladi. Holatlari xudo xolasa zo'r. Buni yomani yo'q ichida. Chiroylisini tanlab jo'natib beramiz. Xolasani kelib ko'rishingiz mumkin. Manzillar esdan chiqdi. Manzil Namangan shahar, Shamishboy bozori. Ismim Davron okalar. Pastdagi raqamlarga bemalol telefon qilsangiz, xudo xolasa o'zim ko'taraman. Kanal o'zim yuritaman, chunki o'zimning kanalim okalar. Bu 9 ga 3.5 bo'ladi. Uzunligi 4 metrlik. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxini okalar. Xo'p. 46 ming so'm narx qilib beramiz. 9 ga 3.5, uzunligi esa 4 metrlik. Buni ham ichi xuddi shunaqa bo'ladi, mana buni. Ikki tarafi narxi 46 ming so'mdan. Bu yerda 10 to'rtlik razmerimiz bor. Olani bu pachka, olani bu pachka farqi yo'q. Buni ham ichki tarafi xuddi shunaqa oppoq bo'ladi. Bitta tarsif bo'lmagan yog'ochlarni narxi 72 ming so'mdan qilib beramiz okalar. Aloqaga chiqsangiz, xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beramiz. Xo'p, bu yerda 6 metrlik strapilamiz bor. 11 ga 3.5, uzunligi 4 metrlik. Chiqadigan razmeri 19 ga qaraylik 33 chiqadi. Uzunligi esa 6 metrlik bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsa, buni narxini okalar 86 ming so'mdan qilib beramiz. Uzunligi esa 6 metrlik bo'ladi. Bu yerda 270lik yog'ochimiz 85 ga 35 aksiyadagi yog'ochlarimiz bo'ladi. Masala qoldi. 20 ming so'mdan 85 ga 35 270lik. Bu yerda 17 14 aralash hammasini berib yuboraman. 100 mingdan berib yuboraman, ehtiyot. Qiziqadiganlar bo'lsa, qalinligi 4.5 bo'ladi, uzunligi 4 metrlik Lestva yog'och okalar. Narxi 100 ming so'mdan 14 ga 4.5, 17 ga 4.5. Hammasi 100 ming so'mdan donasi, bir donasi. Bu yerda lapshamiz bor, 20 ming so'mdan qilib qo'ydi. 2.5 ham 2 ham farqi yo'q. Mana shu turishi 20 ming so'mdan donasi. Uzunligi 4 metrlik. Sifati yaxshi, xudo xolos 8 ga 2ligimiz 23 ming so'm, 4 metrlik Lestva bo'ladi. Bu ham shu qo'lda okalar. Foydalanib olinglar, narxi juda qulay. Bu yerda paloy razmerlarimiz bor. 14lik, uzunligi 4 metrlik, qalinligi 2lik razmerda bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, bu narxini okalar. Xo'p. 46 ming so'm narx beraman, uzunligi 4 metr, 14 ga 2, 11ligini esa 36 ming so'm beraman. Bu ham uzunligi 4 metrlik. Pol taxta bo'ladi okalar. 9 ga 3.5imiz o'zi orqada ko'rganingizda 46 ming so'm, oldagi pachkasi bor. Hop, bu yerda esa 9 ga 2, uzunligi 4 metrlik 1.5 sort paloy yog'ochimiz. Mana ko'rishingiz mumkin, holatlari zo'r. Sifatlari ham a'lo darajada. Narxiga keladigan bo'lsa, buni narxini hop 34 ming so'm narx beraman. Buni arzonroq varianti ham bor, 33 ming, 32 ming varianti ham bor, esli shu okalar. Hop, bunisi 4.5 ga 3.5 reykamiz, uzunligi 4 metrlik, sifatlari zo'r, xudo xolos holatlari ham a'lo darajada. Buni narxiga keladigan bo'lsa, buni narxini okalar 6 ming so'm narx beramiz metrini. 4.5 ga 3.5 shipir reyka, 11 ga 3.5imiz 6 metrlik 86 ming so'm. O'sha boya aytib o'tgan 6 metrlik strapilamiz. Bu yerda yana kattaroq pol xohlaganlarga 14 lik polimiz ham bor, 13 qolgan. Bundan skeletimiz har qancha bor. Narxi 49 ming so'mdan bir-biri kiradigan 13 qolgan bu razmeri 14 dan ochiladi. Qalinligi 1.9 okalar qolgan. Xo'p, 9 ga 4 to'liq so'raganlarga 37 ga 9 kelgan. Narxini 50 ming so'mdan qilib qo'ydim. Bilasiz, 55 ming so'm sotganmiz. 50 ming so'mdan foydalanib olinglar. Yaxshi narsa. 6 metrlik paloy yog'ochimiz bor, mana ko'rishingiz mumkin. Xolasani lapshaga ishlatsani bo'ladi. Qalinligi 1.7lik, narxi okalar 40 ming so'm narxi beraman. Hop, bu yerda 14 lik razmerimiz, strapilamiz uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Hop, buni narxiga keladigan bo'lsa, okalar, buni narxini 118 ming so'm beramiz. 14 ga 3.5 uzunligi 6 metrlik toza qaraga 1.5 sort yog'ochimiz bo'ladi. Strapila bo'ladi.
9'dagi bor bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. 9 ga 3,5, uzunligi 6 metrli, narxi 80 ming so'm. Xudo xolasa, sifatlari ham xudo xolasa zo'r bo'ladi. Hop, bu yerda mana lapshamiz, boya ko'rsatib o'tgan lapshamiz oldiga ham tushirganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, narxi buni 23 ming so'm narxi beramiz. Boya narxi nashiyadan chiqibdi, 23 ming narxi beramiz. Bu yerda 11 strapilamiz. Uzunligi 4 metrli, holatlari zo'r, qalinligi toza 3,5, manaqasi toza 11 dan oshiq chiqadi. 11 2 11 3, qalinligi toza 34, suxoy yog'ochimiz bo'ladi. Narxi 60 ming so'm narxi beramiz akalar. Bu 15 ga 5 va 18 ga 5. Uzunligi 4 metrli, 18 ga 5, uzunligi 4 metrli toza lestva bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni narxi keladigan bo'lsa, buni narxini akalar 145 ming so'm narxi beramiz. Ancha video qilishim esdan chiqib qoldi akalar, bo'lmasizlar. Bu yerda qo'lli yog'ochimiz, ya'ni shipra tagga, qo'lli shipra tagga deyman, o'sha strapilarning qo'li 3 metrli bo'ladi, toza 5 ga 4 razmerda, narxi 8,5 ming so'm narxi beramiz. Metri bu 3 metrli akalar. Rerimdan kessani ham как положенный bo'ladi, xudo xolasa. Bu yerda mana qalin shpuntimiz bor. 11 ga 3 28 qolgan, endi 11, uzunligi 4 metrli. Mana holatlarni ko'rasiz hozir yon taraflama. 1,5 sort yog'ochimiz, narxi okalar 65 ming so'm narxi beramiz. 15 ga 5 yog'ochimiz ham bor, uzunligi 4 metrli, 115 mingdan 15 ga 5 lestva bo'ladi. 14 ga 3,5, buni ham narxi sal qimmatroq, zavodniki chunki mana oldini ham ko'rsizlar. Ichilari ham zo'r, 74 ming so'm narxi beraman akalar. Xo'p, bu yerda shipr rekamiz bor. Bu shipr rekamiz 5900 so'm, uzunligi 4 metrli. 5 ga 3li bo'ladi, uzunligi esa 4 metrli bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa razmerda bo'ladi. Bunda juda katta assortimenti bor. Okalar, bemalol aloqaga chiqib telefon qilsangiz bo'ladi. 17li razmerimiz, 15 ga 3li razmerimiz, zinach okalarimiz ishlatishadi. 15 ga 3, uzunligi 4 metrli. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsa, buni narxini okalar 75 ming so'm narxi bera olamiz. Napshalarni ko'rsatdim. Bu yerda strapilalar 14li, bularning narxini aytdim. Xudo xolasa mana 6 metrli strapilamizni orqa tarafdan ko'rinishi okalar. Mana ko'rishingiz mumkin. Holatlari ham a'lo darajada bo'ladi. Xudo xolasa tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilib bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. To'lovlar o'sha karta orqali ham, naqd har xil summalarda to'lasangiz bo'ladi. Plastik kartalarimiz bor, apparatlarimiz bor, bemalol yechib beramiz, klikdan tashlab bersangiz ham bo'ladi. Xudo xolasa bizdan uzoqlashmani okalar, kanalga like, mana shu videoga bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, yaqinda 10 mingta bo'lamiz. Xudo xolasa sizlar bilan yana zo'r yangiliklar qilamiz. 20 minglarni ham bosamiz okalar. Shu assortimentlarimizdagi yana yangi yog'ochlarimiz kiradi. Xudo xolasa uni ham chiroyli obzor qilib beraman okalar. Bizdan uzoqlashmani, sog' bo'ling, salomat bo'ling.